Barchaga salom bolalar. Mani ismim Kompot va mana videorolikimga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun mana kompyuter o'yini o'tiribmiz demoqchi edim. Kimdir kimdir baqiryaptimi obunachilar? Menga tushunyapti bo'lyaptimi? Tushunmadim. Yana eshitaylikchi. Barabashiram. Voy, haqiqatan. Voy, nima bo'lyapti? Qishloqqa, yaxshimisan? Kompon yomonman ko'rmayapsanmi? Mani mashinamni o'marib ketishdi. Nima? Sani mashinangni qanday qilib o'marib ketishgan bo'lishi mumkin? E, Kecha kecha o'marib ketishdi. Kecha olgandi. Bugun ertalab qarasam yo'q ekan mashinam. Rostdanmi? Kim olgan bo'lishi mumkin? Bizni qishloqda sani mashina olganingni o'zi kimlar bilardi? Bilasanmi nima? Mani mashina olganimni mana bu sotuvchi bilardi, keyin barcha qishloqlar bilardi. Ha, bo'lmasa demak, barcha qishloqlardan kutish mumkin. Bilmadim. Nimaga mani mashinamni o'marib ketishdi, hayronman. Mana bu yerda juda ham ular tuproqlar bo'lib ketibdi-ku. Judayam tezlik bilan haydab qochib ketgan. Lekin qanday qilib zavod oldirgan bilmayman. Qaniydir qilib topaylik, iltimos mashinamni. Kompot shuncha ishlaganim, judayam ishlab, shuncha mehnatlarim ketgan u yerda, tushunyapsanmi? Rasmi bormi mashinangni? Agarda bo'lsa qani ko'rsatchi. Rasmimi? Rasmi bor edi. Hozir masaga ko'rsataman. Lekin bilasanmi nima? Bu foyda bermasa kerak. Yo'q, foyda bersa kerak. Sen faqat nima desam bo'ladi? Men aytayotgan gaplarni birin-ketin qilsa ham bo'ldi. Biz topishga harakat qilamiz, ishonaver. Bugun kechga qolmas topilib qolsa kerak, agarda qo'limizdan kelsa. Mayli Kompot, senga ishondim lekin. Bilasan, judayam qiynalib olgandim bu mashinani. Mayli, obunachilar qaranglar. Buni mashinasi yo'q qolibdi. Mayli bo'lmasa nima bo'lganda ham, qanaqa mashina, birorta mana bu yerda izlar bo'lgan ekan lekin. G'alati. Balkim qidirarmiz. Yo'q, to'xtama, senga aytyapman-ku, boya aytdim, mashinani rasmini berib. Mana shunaqa sanda mashina rasmi. Mana shunaqa taxtali, chiroyli, ajoyib. Bilasanki, menga taxtalar yoqadi. Mayli, senga taxtali yoqsa, taxtali mashina yo'q qolibdi. Bo'lmasa birorta yerdan so'rash kerak, taxtali mashinani ko'rdinglarmi, yo'qmi deb. Endi bilasanki, endi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa, guvohlar bo'lsa, o'shalarni topib qidirishimiz ham mumkin. Nima deysan? Mayli. Xo'p, to'xtab turchi. Xo'sh, bo'lmasa menga kerakli narsalarim mana bu yerda edi. Obunachilar qaranglar, juda ham yomon ahvolda qolib ketibdi. Bilmadim. Bu qishloqqa qanday qilib yordam bersam ekan? Mayli, lekin hozircha qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Misol uchun mana bu printer va mana bu yerda qog'ozlar bor. Bu narsa nima uchun deydigan bo'lsa, o'zimni ishlarim uchun olgandim bu printerni, lekin mayli, mana bu qog'ozni mana bu ustiga qo'yamiz. Ana endi mana bu qog'ozlarni ham mana shu yerga qo'yamiz. Ana endi barcha qog'ozlarni printerdan chiqaramiz-da, anavi mashinasini. Hozir mana qishloqqa qalay chotki chiqibdimi? Judayam zo'r chiqibdi lekin. Katta rahmat Kompot lekin senga. Qara mashina yo'qoldi deb yozib qo'ydik. Menimcha juda ham zo'r chiqdi. Zo'r chiqdi. Ana endi nima qilamiz? Yopishtirib chiqamizmi? Yopishtirib chiqamiz. Qishloqni hamma yeriga yopishtirib chiqamiz. Senga mana yarmini beraman. Sen ham yopishtirib chiq, tushundingmi? Bo'ldi, Kompot sen aytgandek qilaman. Mayli bo'lmasa. Xo'p, mayli, men ana yerdan boshlayman. Xo'sh, obunachilar bo'lmasa mana bu yerga yopishtiramiz. Bitta normalni ajoyib. Ana endi esa obunachilar, to'xtanglar. Mana bu yerda izlar bor. Izlar, mashina izlari. Nimaga oldinroq tushunmadim, qishloqqa ketib qolibdi-ku. Obunachilar qaranglar, mana bu yerdan mashinani izlari, mana bu yerdan o'tib ketamiz-da. Mana shu yerdan o'tgan. Bu qilib haydaganda, qarochi, mana bu yerlardan ham o'tgan. Izlari bor. Keyin esa obunachilar, men shuncha paytgacha nimaga o'ylamadim, shu mashinani izlaridan shu bilsak bo'ladi deb. Xo'p, qayerda ekan? Va mana bu yerda ham izlar bor ekan. Yaxshi. Obunachilar qaranglar, mana bu yerdan asta-sekinlik bilan kelganda, endi asta-sekinlik bilan emas, tezlik bilan qayerda endi qolgan izlar? Tushunmadim. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin, mana bu tomonlarni qaraychi, mana shu tomonlarda bo'lishi kerak. Bu yerda ham yo'q. Qayerda ketgan bo'lishi mumkin, qayerlarga yo'q bo'lib, g'oyib bo'lgan bo'lishi mumkin. Obunachilar, menga juda ham qiziq. Xo'sh, mana bu yerlardanmikan? Obunachilar yo'qotib qo'ydik. To'xtanglar. Demak, hozir bu izlar bu yerda uyini oldiga kelib to'xtayapti, to'g'rimi? Demak, bu yerda uyi, mana qaranglar, ko'ryapsizlar, bu yerda uyini yoniga shunday to'xtayapti.
G'alati. Qani mer uydamisiz? Mer g'alati. Mer qayerga ketibdi ekan? Mer короче shaharga ketgandi. Qachon ketgandi? Nima bilan ketuvdi? Mashina bilan ketgandi. Ha, mashina bilan ketgandi degan. Ha, menimcha men bildim. Qachon ketuvdi? Bir hafta oldin ketuvdi. Bir hafta oldinmi? To'xtala bo'lmasa. Kechagina yo'qolgan bo'lsa qishloqni mashinasi. Demak, mer emas, merdiki emas. Mayli bo'lmasa, men ketdim. Mayli. O'zi nima bo'ldi? Mana bu taxtali mashina yo'qolib qoldi-da. Mashina Ayni. Obunachilar, qayerda bo'lishi mumkin Bo'lmasa to'xtanglar, agarda bir hafta oldin ketgan bo'lsa, mer emas-da. Ketdik bo'lmasa, xo'sh, mana shu yerlardan hech bo'lmaganda ozginagina bo'lsa ham izlar qolgan bo'lishi kerak. Xo'p, qani va obunachilarga qaranglar. Ha, mana bu yerga izlar ketmoqda. Ha, mana bu izlar, mana bu yerdagi tuproqlarni donachalari, to'g'rimi? Tuproq bo'laklari. Ha, mayli, asta-sekinlik bilan qidiramiz. Baribir ham iz qoldirgan bo'lish kerak desam, mana bu yerda tushunmadim, mana shu yerga kelib to'xtayapti. Xo'sh, g'alati. Bo'lmasa hozir bo'lmasa kimni uyi edi bu? O'zi bilmadim. Mayli, to'xtaylik-da, kiraylik-da, hop. Qishloqi. Hoy, eshikni ochdi. nima deysan? Kapot nima deysan? Mana bu mashina degan narsalar yo'qmi senda? Mashina yo'q, nima dedi? Nimadir bo'ldimi? Qani bir uyingni tekshiraychi. Uyni tekshirish mumkin emas. Tushunmadim. Sen kim ruxsat qo'ydi uy tekshirgani? To'xta. Tushunmadim. Mana bu benzinlar nima uchun Qani mana bu topliva nima uchun Mashinang yo'q-ku sani. Mashina mayli, bitta haqiqatni ko'rsam, lekin hech kimga aytma, tushundingmi? Mana shu mashina. Menga sirli mashinam bor edi. Sirli mashina nima uchun? Sirli mashina. Nimasi yomon bu mashinani? Endi bilasan-ku, oddiyroq mashinamdan uyalaman. Bilasan-ku, shu sababdan yashirib qo'ygandim. Sen mashina yo'qoldi deganingga o'ylagandimki, mani ayblab qamat o'rasan deb o'ylagandim. Yo'q, qanday qilib qamat o'raman? Axir bu yo'qolgan mashina emas-ku. Bu boshqacha mashina. Taxtali mashina emas, keyin qanaqadir turburchakroq ekan mashinang. Chiroyli lekin shu mashina. Mayli. Bilasan-ku, lekin hech kimga aytma, tushundingmi, Kapot? Va hamma bilishni xohlamayman. Mayli, biz ketdik qishloqqa. Obunachilar juda ham g'alati bor qishloqqa. O'zini mashinasidan ham uyalar ekan. Bilmadim, mayli. Bo'lmasa xo'sh. Qayerda yana qaysi uylar qoldi? Kapot topmadingmi? Topganim yo'q hali, lekin qidiruv ishlari ketmoqda. Xavotir olma, mani borki, Square detektiv Kompot desang ham bo'ladi. Mayli. Xo'sh, bo'lmasa to'xtaylik. Mana bu yerga kelib to'xtagan bo'lsa, to'xtaylik. Mana bu yerdan o'tgan bo'lsa, mana bu qaysi uyda bo'lishi mumkin? Mana shu uylarning atrofida bo'lishi kerak-da, tushunyapsanmi? Qishloqqa mana shu birorta uydan birortasi, короче, jinoyatchi-da shu. Xo'sh, qaysi uy bo'lishi mumkin? Mana bu uy emas. Keyin, xo'sh, mana bu yerdagi uychi yo'q. Bu yerda hech kim yo'q, hech kim yashamaydi va hech nima yo'q. Xo'sh, va oq qishloqning uyi. To'xtaylar, oq qishloqdan so'ramadik. Qishloqi jiteloy. Tushunmadim, qayerda ekan desam, qaranglar, mana bu ishlab turibdi. Demak, bo'lgan bu yerda. Yaqinda bo'lgan, mayli bo'lsa ketaychi desam, mana bu yerda omborxonasi bor ekan, yaxshi. Va oq qishloq qilmagan deb o'ylayapman-da, lekin obunachilar va to'xtaylar. Shuvabra. Obunachilar, bu shuvabra nima uchun kerak bunga? Omborxonaga shuvabra. Mayli, tozalashi mumkin, lekin mayli, to'xtab turinglar. Mana bu tuproqlarchi. Qayerdan kelib qolgan bo'lishi mumkin? Mana bu suvlar. Buni qaranglar, mana bu. Ko'ryapsizlarmi? Isbot dalillar turibdi. Dalillar to'g'ri mos kelyapti, lekin qayerda bo'lishi mumkin mashina? Yaxshi, tezroq tozalasan. Tushunmadim. Obunachilar, buni qaranglar. Sizlar eshitdinglarmi? Sizlar eshitdinglarmi ovozini? Ovoz mana bu yerdan kelyaptimi? Yaxshi, bu mashina bo'ladi. Mana bu yerdan eshitilyapti. Tushunmadim, bu yerda qanaqadir eshik bormi yo eshik yo'qmi? Qani bitta ochaylik-chi. Ana, och. Oppa, qishlog'i. Assalom. Kapot, nima chekirding, tushunmadim. Nima bo'ldi? Sen mana bu mashinani o'g'irlading deb eshitdim-a. Shu gap rostmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mana bu rasmchi, mana bu rasm nima deyapti? Bilasanmi nima? Yo'q, bu o'g'irlagan yo'q, bo'lmagan narsa. Nima uchun sen meni uyimga kirding? Biriga biri o'xshab turibdi-ku bu.
Yo'q, bu boshqa mashina bu, ko'rmayapsanmi? Qarama bu. Boshqacha. Ey, qara qishloqqa. Sani o'marganingni bildi. Ya'ni endi bo'lmasa agarda masalan uyingga kirgan bo'lsam, politsiyaga telefon qil. Keyin politsiyaga telefon qilmasa hal qilamiz. Yo'q. Qishloqqa bu yoqqa keldi. Xo'sh, qishloqqa mana shumi sani uying? Nima edi mashinang? Ha, mana shu. To'xtanglar, mayli, hozir politsiyaga telefon qilmaylar, unaqa qilmaylik, bir yaxshi yo'l bilan hal qilaylik. Bo'ldi shu mashinani endi bilasizlar, endi yoshlik qilib qo'yibmiz, shu mashina yoqtirardim. Men kechirmaymiz sani. To'xtanglar, nimaga unaqa qilyapsizlar? Axir mana sizlar do'stlaringiz-ku man. Endi bilasizlar-ku, endi shunaqa yoshlik qilib qo'yibmiz, unaqa o'g'irlamaymiz qaytarib. Shuni yaxshi yo'l bilan shu hal qilsak bo'lmaydimi shu narsani? Muammo kerak emas-ku, bilasizlar, muammoli narsalarni yoqtirmayman. Yo'q, sen hali sen mana shu mashina o'marib o'tiribsan, tushunyapsanmi? Mana shu mashinani qishloqqa. Nima qilamiz mana shu oq qishloqni, nima deysan? To'xtanglar, nimadir. Ha, bo'ldi, shu mashina shu yoqqa kelib qolibdi. Bo'ldi, olib ketishinglar mumkin. Qishloq nima deyapti bu, ha? Yo'q. Nimadir qilishimiz kerak, lekin nima qilamiz? O'zim ham bilmayapman. Hozir buni qabat yuboramizmi politsiyaga? To'xtanglar, yo'q, qabat yubormanglar, mana iltimos, men unaqa yoshkiman hali. Bu yoqqa keldi qishloqqa. Nima qilamiz ha qishloqqa? Keyin mana bilmayapman, shuni obunachilardan so'raylik. Ha, to'g'ri aytasan. Obunachilar kommentariyada yozib qoldiringlar bu qishloqni nima ko'yga solamiz. Qamaymizmi yoki uramizmi yoki yaxshi yo'l bilan tushuntiramizmi? Kechiramizmi? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana ko'rishingiz mumkin, o'g'ri kimligini topib oldik, bilib oldik. Rahmat obunachilar, bitta videorolikka like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va kanallarga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikka ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.